Assalomu alaykum. Bugun 20-noyabr kuni 2025-yil Madina-i Munavvaradamiz. Ya'ni 18-noyabr kuni kelgan ziyoratchilarimiz bilan birinchi manzilimiz Qur'on bosmaxonasi bo'ldi. Ana undan keyin Qubo masjidi, Uhud tog'i va Xurmo bog'lariga ziyoratlarimizni amalga oshiramiz inshaalloh. Yo ko'zlarga tor ko'rindi, shayton aldamoqqa urindi, yurak sog'inch bilan urardi. Rasulullohni sog'inganda, hadis tinglaganda yoqardi, ko'zimdan yoshlarim oqardi, tunlarim uyqusiz o'tardi. Rasulullohni sog'inganda, tunlarim uyqusiz o'tardi. Rasulullohni sog'inganda, Makka-yu Madinaga borsam, yurgan yo'llaridan men yursam, qaniydi men yonimda ko'rsam, Rasulullohni sog'inganda, gaplarim ichimga sig'maydi, hech kim holimni tushunmaydi. Tushlarimda qani ko'rsaydim, Rasulullohni sog'inganda, tushlarimda qani ko'rsaydim, Rasulullohni sog'inganda. Rasululloh